Salam qarindoshlar. Pat-pat sizlar bilan chiqib o'z ko'rishadigan bo'lib qoldim. Sabab vatanimizdagi xalqimizning o'shuning ehtiyoji bor. Bizning harakatimizga, so'zimizga ehtiyoji bor. To'rt ko'zi bilan bizni kutib turibdi. Xalq qanday ahvolligini men sizlarga tanishtirmasam, sizlar o'zingizlar bilasizlar. Bizning ovozimiz, bizning cho'qonlarimiz, bizning har bir bosgan qadamlarimiz, harakatimiz xalqimizning hayot mamatiga zich bog'langan. Hammamizning oilasidan 50 dan 60 dan urug' tuqqanlarimiz qotillarning qo'lida oldi, o'ldi, keyni yerimjon, nimjon bo'lib qoldi. Tirik mangdiganlari ruhini yo'qotdi. Mushundaq bir paytda Xitoy hukumatı yana desem yana shu men bu gaplarni jiq demaydigan yana degim keldi. Lagerdan, turmudan öldürüp qatillik qildi, ishib qolgan, yani az qolgan, ish azoyini satgan qarindoshlarımızdan qap qolgan qismini kesel degan yolg'on so'z bano bilan kesel Amerikada shu kesellarni taqidi deb yo'qotdi. Hech qasimiz o'yga solumidi. Hammamiz maskasiz, xolisak maska taqaymiz, xolmasak taqmaymiz, jurvatimiz yuqqini yuqyotdi, ketkin ketyotdi, qolganini qilyotdi. Ularni o'yga soladi. Maqsadi ularni o'yda ochliqdan o'lish. Kambag'alları açlıktan ölüp ketişi, kişinin bağları hayat qilib qasmini hayat qilib qaldırıp şunu kökütüş. Şu xalqning namaratlıqını, şu xalqning dehqonlarning özünün dehqonchiligi bilan özünü baqadigan ishlarni qildimay lagerda bularni tugatganligini o'zi biladi. Uning ta'minot bermay, uni yemidi yeziladiki qaloq özünün qo'sqini to'yg'isi bo'ladigan kadrlarning qo'liga tashlab berib, ularni jini bilan qolgan shaxsiyatchilar ağalarının öylerini yoklamay, çoğunlar, balalar, narisiydi, balalar çıqırap, qıqırap qaza qıldı. Hem qaza qılış aldı da, hem ağırıp getdi, hem muşunda haletdə biz çət əldiki Uyğurlarının sükutu tuğala, sükutu tuğdu, hareketki geldi. Menimce Uyğur xalqının işide sükut tutuğan bir adam qanmadı deb o'ylayman. Xoinmi, munofiqmi mushu qitim harakatga keldi deb o'ylayman. Chunki shularningmi osh xoin munofiqlarningmi avlodini tutdi. Shularning solidi Xitoy Uyg'ur bo'ladi ekan, o'zining dushmani deb bekitganligini, shu vatanimizni ishg'ol qilish uchun shuna quvvatqanligini hammamiz tushunamiz. Shunga men mushu jarayonda 28-29 men bütün dünyayı çakırıq qıldım. Muş ilidiki vaqa meni çırğısız holatga akab qo'ydi. Ularning ovozlari bu chaqiriq bilan Türkiye xalqi shunda qo'zg'aldiki, bir kun to'xtamay 28-29 tayyorlik xizmatlarida tashviqotni taqatdi. 31-chisladan boshlab bular shu lagerga odam solangandan tatib bular harakatga o'tib, ta bugungacha mana bugun 16-chislaga bugüngiçe, hazırgiçe toxtumay namoyish etib, çoğan qilib, bütün dünyaya şov çoğan yaratıp, muxbirlarni her bir yer namoyish qilganda bütün muxbirlarga xabar qilib, kelsin kelmasin muxbirlarga anglatib, her bir namoyishda muxbirlarning ovozi bilan mushu vatanimizdagi lager masalasida dunyoga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Men Turkiyadagi mushuni tashkillagan Sitim Türk, Kösen, hem Burhan ve mushu ittifoqlashib ma'qul deb qo'shilgan Olmalar jamiyati, Ma'rif jamiyati, sening mening demay, qahramon ayollar guruhi, qahramon yoshlar guruhi, axborotchilar guruhi her narsani tarjima qilib o'tirg'i qo'yayotgan yosh axborotchilarimiz hemminlarga vatandagi lagerda solangan narisidi ballar nomidan, zar yig'layotgan onalar nomidan, boboylar nomidan rahmat aytaman, salom yo'llayman. Sizlar bütün dunyoni uyg'otdinglar. Turkiyadagi qarindoshlarim, bütün dunyoni larzga keltirdinglar. Sizlarning oqinglardan biz shu g'arb davlatliklarmi bir-biridan hozir chiqishga boshladi, namoyishga chiqishga boshladi. Mana tunugun bizning Fransiyada shunda zilzilga keladigan Bahargul qizimizning yetakchiligida lagerdan chiqqan nayt cho'ng namoyish Xitoyning chedir-pedirlarini ostin-ustin qo'yib shundaq cho'ng namoyish o'tkazildi. Gollandiyada
Abdurrahimjon o şəxsi xeyli uzun bo'ldi chiqyaptqili, Abdurrahimjon chiqyaptqili, şəxsi namoyishini davomlashtiryapti. Ham Gollandiya tashkilotlari tunugin ularni namoyishga chiqib, nihoyat cho'ng namoyish qildi. Mana butun dunyo biz bir kun to'xtamay cho'qan selishimiz kerak. Mayli UNCRP olsun, mayli Uyg'ur Amerika uyushmasi olsun. Bularni Amerika Tashqi ishlar ministriga, parlamentga, hukumatga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, Yevropa parlamentiga, shu dunyodagi parlamentlar jamiyatiga hammasiga anlatyapti. Lekin mushlarning ishining menish uchun bu cho'qan kerak. Bu cho'qan kerak. Bu cho'qan, bu qisas ovozi, bu butun dunyoni qo'zg'aydigan ovoz. Bütün davlatdagi Uyg'urlar shu Turkiyadagi o'xshash turilib chiqib ketinglar. Bekavub qalgan vaqtida chiqib 3-4 adam birlashib namoyish qilsanglarmisa, har kun namoyish qilsanglarmisa, endi yana mushu qatorda butun dunyoda mushu axborotni tarjima qilib o'zi turayotgan davlatlarga taqatgan inqilobchilar sizlarga rahmat. Bu rahmatni men o'lishga aytib bo'lgan, men bugun yana digim kep-ketdi hayajonlanib bo'layotgan voqeaga umidlanib, mening vatanim mustaqil bo'ladi ekan, xalqim uyg'oq ekan deb men yana bugun chiqish to'g'ri keldi. Nemishqa Turkiyada bo'layotgan Anqaradagi namoyishga qaranglar. İstanbul'da chiqqan namoyish 2 kilometr yerga boradi odamning soni. 10 mingdek adam chiqib ketdi. Turkiyaga 1000dan ortiq odam Anqaraga bordi. İstanbul'dan Anqaraga 1000dan ortiq adam avtobuslarda o'zdirib pul yig'ib, yordam o'rinlardan elib, uningga YHX'ning adamlari berib qatnashdi bu da. Maral Xonimning nemis partiyasining adamlari berib qatnashdi. Uning ma'mur raisi beribdi. Yana uning Maral Xonim bular nanadir namoyish qildi degan vaqtida islom jamiyati, dunyo islom jamiyati. Sizlar bilasizlar, dunyo, Arab dunyosi, islom dunyosi biz uchun qo'zg'almadi. Xitoy bilan tijorat, andikin pul tepish, manfaat tufayli Uyg'urlar masalasida qattiq tumayotdi. Shuning uchun bular dunyo islom birligining oldiga berib, nihoyat dahshatli namoyish qilib, bularga o'zining ovozini anglatdi. Uningdan sirt Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va NATO qatorliq yerlarda qattiq cho'qan silib, Birlashgan Davlatlar shu bilim boshliqlari, ashadagi rahbarlar chiqib, bularni qabul qildi va muxbirlar bularni oldi. Shu munosabat bilan nurg'un muxbirlar oldi, nurg'un partiyaning odamlari keldi. Turkiyada 5 parlament a'zosi keldi qarindoshlar. 5 parlament a'zosi bizning namoyishimizda birga namoyish qilib, namoyishda nutq so'zlabdi. Shu her bir partiyaning rahbarlari, partiyaning muavin rahbarlari, anandan keyin Ahmet Davutoğlu'nu o'zinglar bilasizlar, burun baş minister bo'lgan Ahmet Davutoğlu'nun yordamchilari hammasi kelib, mush namoyishda hamkorlashib birga Anqarada epadi. İstanbul'da, Kayseri'de, Anqarada bu namoyish mushundaq tutishayotgan, bununla yoshlar moslashayotgan, onalarga qaranglar, chiqirab, vaqirab, tur o'rnidan dunyoda onalar bolalarni quchoqlab kelayotgan bu manzara, bu cho'qan, bu ko'z yosh, bu ovoz dunyoni o'rnidan qo'zg'ab o'tadi qarindoshlar. Mushni hammamiz davomlashtiraylik. Endi men mush munosabat bilan sizlarga yana bir narsani deb o'tib ketaman. U nima desanglar, shu G'uljida bir dehqonningki, Kepak yuz degan yerda bir dehqonning molisi bor ekan, uni angladim. O dehqon nima deb noli qilibdi desanglar, men deydi, o dehqon shunda yig'lab, shunda noli qilibdi ekan, men bu to'g'riliq xalqimga so'zlamay turamadim. O dehqonning so'zi, qarindoshlar, xalq menga yordam qilinglar, meni qutqizib olinglar. Kesal sababi bilan saypaylarimni, ko'ktatlarimni, shu ko'ktat aminaslarimni yig'ib tayyoqqa vaqtimda to'silib qilib, men qayb qilib, mening 1 yil ishlagan 10 ming yillik ko'ktatlarim sesib ketdi, menga yordam qilinglar deb yig'labdi. U dehqonning 1 yillik hayoti uchun ishlagan ko'ktatlari vayron bo'lib ketibdi. Heliqi dehqonga qarab qolgan Uyg'ur dehqonlarining nima bo'layotganligini, Turpan, To'qson, Korla, Aqsu, Xotan, Qashqa, Urumchi, Shixans hamma yerdagi dehqonlarning nima bo'layotganligini o'zinglar ko'z oldinglarga keltiringlar qarindoshlar. Men bugun mush bir dehqon bilan cho'qon sanmoqchi sizlarga.
Bu dehqonni qanday qilamiz degan vaqtida men bütün dunyoni mushu kepak yuz, g'ulji kepak yuzdagi mushu dehqonga yordam qilishga chaqiraman. U telefon nomerini qo'yib qo'yibdi. Sizlar dunyodan pulinglarni kirgizib yordam qila olmaysizlar. Agar kirgizib yordam qiladigan bo'lsa, hammamiz hozir kirgizib dehqonlarga yordam qilardik. Lekin nima qila olasizlar? Osh kepak yuzdagi öz telefonunu qo'yib nola qilgan dehqonga o'zinglarning boylar, o'zinglarning ash vatanda munosabati yaxshi tuqqanlari bilan aloqa qilayotgan vatanda boy tuqqanlari bo'lar. Ash kepak yuzdagi ko'ktatlarini yo'qotgan dehqonga yordam qilinglar. Ashni yordam qilgan vaqtinglarda bütün vatanimizdagi Sharq Turkistondagi, Uyg'uristondagi dehqonlarning hammasiga jon kirdi qarindoshlar. Şunun bilan biz sizlar shundoq bir yo'lni ochsizlar. Men aşı dehqonga telefon nomerini qo'yib qo'yaman, o'zimninki Facebook'imga va boshqa yerga qo'yib qo'yaman. Mushu so'zimning oxiriga sirtig'imni yezib qo'yaman. Aşı dehqonga o'zinglarning munosabat qila oladigan doiringlardan, o'zinglar bora oladigan doirlardan vatanda urug'lik qilib olar, vatanda agar ivat alsanglar, evatib beringlar. İvat amısanglar, yanım deyme, vatandaki tuqqanlarınlar arqılıq, aşı dehqonning 10 ming yen zinini төлеп berişinlarga men aşı kepak yuzdagi dehqonning nolisini anglab chidamadim. Shuningga chaqiriq qilaman. Endi yana bütün dunyodagi qarindoshlarimning yana harakatni davomlashtirib, to'xtab qolmay, xalq harakatining qanchalik zarur, qanchalik muhim ekanligini bu qitim ko'rdinglar. Bu qitim vatanimizdagi qirg'inchilikni xalq harakati to'xtatib qoldi qarindoshlar. Xalq harakatini qo'zg'ayotgan mush Turkiyadagi barliq rahbarlarga tashakkur etimiz. Bo'libmi Setim Turk apandim, Ko'san apandim, Burxon apandim, to'xtamanglar, yoshlar to'xtamanglar, ayollar to'xtamanglar, ayollar fidokorlar guruhi to'xtamanglar. Rahmat sizlarga. Rahmat.